Bu taomning nomini Quvvatbek deb nomlasak ham bo'ladi. Sababi ichi to'la quvvat, immunitetlarga boy, juda ham mazali taom. Tildan shunaqa mazali taom bo'lishini endi bildim. Birinchi bo'lib tilni qaynagan suvga bo'ktirib qo'yamiz. Sababi po'stlaridan osongina ajrashishi uchun. Ungacha kerakli mahsulotlarni katta-katta qilib to'g'rab qo'yamiz. Bulg'or qalampiri va achchiqqina garmdorlarni ham to'g'rab oldim. Sababi taomimiz achchiqqina ishtahochar bo'lishi uchun. 10-15 daqiqa qaynagan suvda uvib turgan tilni xuddi mana shunaqa oson tarzda po'stidan ajratishingiz mumkin va katta bo'laklarga bo'lib go'shtni to'g'rab olamiz. Qozonga sariyog' terib, ustiga to'g'ralgan go'shtlarni teng yarmini solamiz. Har xil tuz va ziravorlarni sepamiz. Ziravorlar ustidan to'g'ralgan piyoz, bulg'or qalampiri va achchiqqina qalampirni terib chiqamiz va ikkinchi qismiga ham xuddi shunday qolgan go'shtni solib, shu tariqa yana tuz, ziravorlar, garmdori, pomidor qilib ketma-ketlikda terib chiqamiz va 2 kosa suv quyasiz. Eslab qoling, 2 kosa bo'lishi kerak. Sababi uzoq vaqt dimlanadi va lavr bargini qo'yib dimlab qo'yamiz. Salkam 6 soat dimlangan bu go'sht shunaqa xil bo'lib, og'izda chaynamasdan yutadigan, achchiqqina suvlarga nonlarni botirib yeb oladigan shunaqa mazali taom bo'ladi. Agar retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilgan bo'lsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.